boring dadasi, boring desam qo'rqardi, yoshi katta bo'lib qolgani uchun. Yuring dadasi deb shu ishib ketgan tufayli bordik. Oldin masjidga chiqib, tarat qilib chiqib, namoz tugaguncha shashib uy kelardi. Operatsiya desa odamlar qo'rqishadi. Ha, operatsiya desa hamma ham qo'rqadi. Har bo'ladi o'ylaysan ekanda. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb yo'q. Hech narsa bilinmaydi-ku, yaxshi. O'ri bo'lgan joq. Yo'q, Shunaqa endi chiqaverardi-da, har 5 minutda, 10 minutda tashqariga chiqaverardi, kelaverardi. Allohga minnatidan shukr, mana 3 oy bo'ldi operatsiya bo'lganiga. Shunday yosh yigit bo'lib qoldi deyman-da. Rahmat. Oldin qiyinchiliklar shu kechasi uyqu bo'lmasdi. Siyib kelib uzoq bilan shu yarim soatda yana qaytib borardingiz. 4-5 mahal chiqardim eshikka. Hozir borasiz. Bir borgandaylar chiqib ketadi. Beriki o'tkazib yuborib shu nima ham 110 bo'lib ketgan ekanda halidaqa. Bezden. 5 katta. Odamlarda 5-10 bo'lar ekan, beriki 110 bo'lib ketgan ekan. Juda kattayib ketgan ekan. Shuni oldirib qutuldim mana endi. Xudo xolasa yaxshi hozir. Siz aytib o'tmaysizmi? O'zi normada bezning razmeri bir sizning возрастыңызga 30-35 bo'ladi-da. Undan keyin sizning bezingiz ulardan bir 3-4 esa cho'g'ayib ketgan ekan. Ha, meniki odamlardan 10-15 chiqadigan bo'lsa, meniki yarim stakan chiqdi-da, u juda ko'payib ketgan ekanda. Demak, bu narsani o'shol vaqtida ko'rinmasa, bayog'i ne deydi, rak o'g'rilarına olib kelishini bila olangiz? Yo'q. Bilmaydilaringiz turadi. Demak, bu yoshi o'tgan, 50 yoshdan o'tgan erkaklarda ko'proq o'shol prostata bezi kattayib, u ertang jomon narsasini o'tib ketishi mumkin. O'tib ketar ekanda, rak prostataga o'tib ketishi mumkin. O'shani oldini olib, u vaqtda kerakli dorigerga, urologga ko'rinib turish kerak. Qo'qish kerak emas ekan. Asha og'rigandaylar borsa, mo'j operatsiya qilmasa, lechayna qilib yo'qotish mumkin ekanda buni. Men rosa qiynalib yurganman bu. Qanaqa bo'ldi deb so'raydi ekanda. Hozir mana hech shiramam yo'q, boshqa ham yo'q. Qo'rqmay boringlar, og'risanglar, oldin borib tekshiringlar. Aldaqa bo'ladigan bo'lsa, o'z davolaydi ekan. Ja o'tib ketadigan bo'lsa, operatsiya qilib yarim soatda olib tozalab qo'yadi ekan, yuraverasiz ekan. Yoshlikda napor yaxshi chiqadi ekan shu. Ko'rganga aytyapman, odamlar ham ko'p so'raydi, qo'rqib operatsiya qiladi desa hamma har xil tushunadi ekanda. Shu nima bo'lgan odamlarga aytsam, "Ha bo'ldi" deb nima qilishyapti. Murda operatsiyaga chayin siz aytmadingiz, uyqu yo'q bo'ladilar. Bu yerga qo'noq borganda qiynaladilar. Demak, o'shol operatsiyadan keyin ushul narsalardan bari yo'li qalbına kelib, tungi uyqularingiz, o'zingizda qanday sezib o'tasiz, настроенияларыңыз qanday bo'lib o'tadi? Настроение yaxshi. Endi birov bezovta qilmasa, sezgin kelmasa, uxlaysan, uyqu yaxshi bo'ldi. Oldin masjidga chiqib, tarat qilib chiqib, namoz tugaguncha shashib uy kelardi. Hozir yerda chiqyapman masjidga, bemalol o'tirib, men qaytib chiqyapman. Oldin shu yerda tarat qilib, chiqib namoz tugashiga yo masjidga yugurarding, yo uyga yugurarding-da. Hozir unaqa yo'q. Ja bo'lmaganda 2 soat, 3 soatda nima qilyapsan, normal chiqib ketyapti. Buga chayin shu bezingizni, prostata bezini oldirganga chayin tunkusin tez chiqadilaringiz. Tunda 4-5 mahal chiqardim-da. Tunku uyqu yo'q. Uyqu yo'q. Endi uxlaydiganda haydarni chiqarding. Например, bir safarga chiqib qolganda, bu yerga mehmonchilikqa borib qolganda, to'yga borib qolganda qiyinchiliklar bo'ladimi? Bo'lardi-da, u boruvlar oldin nimasi qariya kelganda tualet izlaydi. Tualetni izlaysan-da, endi bu majburda. Bu dard bilan biri og'rimas, og'riganlar biladi-da. Ko'zingga hech narsa ko'rinmaydi. Odam nimasi bo'shanadigan mahalda hamma yoqqa nima qilib qolasan, shunga xijolat olib, oshchan va bo'lmagan yerlarga bormasdin. Hozir endi xudo shukr borib. Bu dard bilan qancha vaqtdan beri qiynalib yurgansiz? Bunga ko'p bo'pti, men bilmay yuraverganman. Qancha yildan beri? Bir 10 yilcha bo'pti. 10 yildan beri qiynalib yurgansiz.
akırı barıp şol siydik tutulup kalganга чейин keldi. Siydik çıkpay kaldı. Zator bo'lib qoldi da chiqmasdan yine bordim. Shu. Kateter menен dagы жүрдүңүz. Ha, nima bilan yurdim? Bir oycha yurib, lechena qilishdi. Hozir hamma normal bo'lgandan keyin operatsiya qildi shu. Bu operatsiyani urda uqqan bilengiz. Ha, u ko'p endi operatsiya desa hamma ham qo'rqadi. Qo'rqib yuruvdim-da borgani. Bu hozir hech narsa bilinmaydi. Bu allaqasi ham bo'lmaydi ekan, bir asosiy bo'lmaydi. Shu o'zim nimada qo'yib berdim, Ошол qarab o'tirdim. operatsiya esingizde kalgan operatsiyadagi uchurlarni aytib bera olasizmi? Например, operatsiya dese adamlar qo'rqishadi. Ha, operatsiya desa hamma ham qo'rqadi endi. Bu narkozni ham, narkoz beradigan bo'lsa, narkoz ana bo'ladimi? Bu narkozni ham qo'lni bermaydi ekan, yarminga berar ekan. Bir 5 soatda o'zing oyoqlaring o'zingga kelib ishlaydi ekan shu. Özünüz operatsiya bo'layotganingizni ko'rib jatdingiz. Ha, ko'rib yotib chiqqandaylar u o'zingga kelib qolasan ekanda, nastroyeni yaxshi bo'lib qolar ekanda. Qandaydir yengil bo'lib qoladi. Bu qilguncha endi odam har bo'ladi o'ylaysan ekanda. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb yo'q. Hech narsa bilinmaydi ekan, yaxshi. O'g'ri bo'lgan jo'q. Yo'q, Yaxshi. Rahmat ilohim. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik kunlarni bersin. Hech kim og'rimasin. Yoshlar ham, qarilar ham og'rimasin. Avvalo Xudo qolmishiga shu doktor bolalarimga ham minnatdan rahmat. Har kuni namozlarimda duo qilaman sizlarga. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik kunlarni bersin. Ishlaringizga rivoj bersin, omad bersin. Inshaalloh ham yaxshi bo'lib, yana uylarimizda to'ylar bo'lib, chiroyli kunlarni ko'rsatgan Alloh nasib qilsin. Sizlarda ham tanijoningiz sog' bo'lsin, ota-onanglar tinch bo'lsin, farzandinglarning baxti kamol, yaxshi kunlarni ko'ringlar. Bundan ham martabalar ulug' bo'lib, Allohim bemorlarga shifo topib, yaxshi kunda ishlaringlar. Kelajak Ramazon oylarimizni ham sog' salomat o'tkazib, hayitlarda chiroyli shunaqa xursandchilik kunlarda ko'rishtirgan Alloh nasib qilsin. Rahmat hammalarga, tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin qilgan mehnatinglarga.